MIBdan qarzingiz bormi? Bundan qutulishning yo'li bor. Amaldagi qonunchilik hujjatlariga asosan, agar siz moliya tashkilotlari yoki jismoniy shaxslardan qarzingiz bo'lsa-yu, bu qarzdorlikni undirish majburiy ijro byurolariga o'tkazilgan bo'lsa va sizni bu to'lovlarni to'lash qobiliyatingiz bo'lmasa, ya'ni nomingizda mol-mulk yoki daromad manbaingiz bo'lmaydigan bo'lsa, sizda bundan qutulishning yechimi, ya'ni qonuniy yechimi mavjud. Bu qanaqa bo'ladi? Majburiy ijro byurosi xodimi sizning moddiy holatingizni o'rgangan holda nomingizdagi mol-mulk yoki daromad manbai mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida to'liq o'rganadi va bu sizda to'lov qobiliyati mavjud emas degan xulosaga keladigan bo'lsa, ijro hujjatini vaqtinchalikka to'xtatadi. Bu qonun bilan tartibga solingan. Sud hujjatlarini to'xtatish tartibi sud hujjatlari va boshqa tashkilotlarning ijro hujjatlarini yuritish to'g'risidagi qonunning 40-41-moddalariga asosan sizning ishingiz vaqtinchalik ijro holatda to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilinadi va siz majburiyatlardan ozod etilasiz. Ushbu mavzuga doir savol va murojaatlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.